Assalamu alaykum qarindoshlar. JavaScript'ning asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu qismlikda 10-chi qism dars bo'lib, bu qismlikda biz qanday qilib baho yozish JavaScript'ningki ash konsolda, ya'ni JavaScript tarjimani deymiz konsolni. Qanday baho yozish to'g'risida so'zlab o'taman. Hamda JavaScript'da baho hosil qilish uchun buni yoki bo'lmasa shu konsol yoki JavaScript tarjimaniga sal qarmoqchi bo'lgan kod yoki tekstning oldiga ikki tal yanto siziq, inglizcha double slash deymiz. Mana double slash. Double slash qo'ysak, ma keyingi xatni o'qimaydi. Bu faqat bizga nisbatan eskartma yoki baho, ma'lum bir kodni yozgan bo'lsangiz, shuning nima uchun yozganligini eskartish uchun qanday tushuntirish uchun qanday double slash qilib bir qurilma bo'lib qolsa, double slash qilib ko'rsatib qo'ysangiz bo'ldi. Yoki agar bu ko'p qurilib qolib qolsa, bir slash, bir yanto siziq, bir yulduz. Andan keyin keyiniga shuni boshlab yozib, eng keyin tugagan chaqda shu ko'p qurilliqqa yulduz yanto siziq bilan tugitsangiz, shuni JavaScriptning tarjimani qanday o'qimaydi degan gap. Buni ham amaliy misol bilan ko'rsatib beray. Xohlagan bir tor betni ichib, inspect qilib konsolni, yana JavaScript o'quvchi tarjimonini ochamiz. Mening da'vat qilgan gapim, masalan, ma'lum bir kod yozgan chaqda shu kodni nima uchun yozganligini aniqlash uchun double slash yozib, the reason I wrote this code is that ma kodni yozishimdagi sabab manda deb shuni qanday yozib qo'ysak, nima o'qimaydi JavaScriptniki, uni ostiga ham qanday yozamiz degan gap. Agar unday qilmay, masalan, name deb Uyg'ur IT desak, mana o'qiydi. Uyg'ur IT deb chiqarib beradi shunaqa. Lekin hamda miyaga ismi deb Mahmud desakchi, buni o'qimaydi. Masalan, ismi desak, unda bir yo'q deydi. Maqanda bir biz baho berish ishlatamiz. Hamda buni ko'p qurilliq yoki texnik tavsiya desam, masalan, biz oldin qitim tavsiya qilgan kod bilan yozsak, start coding. Shu JavaScriptning nimasi format JavaScript. Masalan, bir kod yozdimda var age. Men ma'ni qanday qilmadim? Qimmat bermadim. Asli age 30 deb qimmat berishim kerak, shunami? Qimmat bermadim. Qimmat bermaylam qurib qo'ydim. Ham nima uchun qurib qimmat bermadim yoki hamda shu ochiqchilar yoki ba'zi boshqalar sinlovchilar qanday kod yozganlarga sizlar shirkat odatda yolg'iz ham ishlaysizlar, boshqalarla o'zaro hamkorlashib ishlaysizlar. Sizlar yozgan kodingni ba'zilar nima uchun qanday deb tushunmasligi mumkin. Sababini. Shu vaqtda qanday? Masalan, meni age-ni qurgan bo'lsanglar, yozib qo'ysizlar. The undefined bo'lib, hech qanday qimmat mumkin. Masalan, the reason I undefined age is that deb qanday sababni yozib qo'yamiz. Undan keyin masalan name Uyg'ur IT color red desak, ama keyiniga yerim osmini chekib qo'ysang yaxshi. Ba'zi JavaScript kuchli emas uning talabi. Lekin ba'zi boshqa programmalar, masalan Java o'xshash cho'qim shu keyiniga yerim osmisiz qo'yimsanglar, semikolon. Buni mang'uzmaydi. Shunga masalan, bir kodni ishlatgan shunaqa. Bu kodni ishlatgandan keyin biz tuyuqsiz buni ishlatishning o'rnida buni ishlatmay turlar, boshqa bir nimani qo'ylar deb ma'ni bekor qilib o'tmoqchi bo'lsangiz qanday qilamiz? Buni amin tanlab, agar Mac ishlatayotgan bo'lsanglar, command degan knopkani bosib, yanto siziq qo'ysanglar, bekor qilib o'tadi. O'qimaydi ma'ni. Agar Windows ishlatayotgan bo'lsanglar, control yanto siziq qo'ysanglar bo'ladi, amin tanlaydi. Ashni tanlab turib, control yanto siziq yoki Mac ishlatayotgan bo'lsanglar, command yanto siziq qilib qo'ysanglar qanday? Amin tanlaydi. Hamda biz ikkinchi qanday ko'p qurilliq baho yozgan chaqda qanday qilamiz degan chaqda, masalan, bir
roman izlediğinizde sebebini düşündürüş için. Bir qur emas, köp qur yazmoqchi bo'lsak qanda. Bu her qitim masalan manda qilib, yana manda qilib, yana manda qilganning o'rniga qanday qilamiz deganda köp qur qilgan chaqda biz yantu siziq yulduz belgisi berib o'tiblar. Onun astidagini qanday yeziversak bo'laverdi. Buni o'qimaydi. Toki qanday biz uni oxirlashtirmoqchi qadar qanday oxirlashtiramiz? Yulduz yantus bilan oxirlash tugdi. Bu degan gap mush ikki kodning ichidagi mushni qanday o'qima demakchi. Bu bir baho, comment deydi inglizcha. Demakchi. Endi keyin qanday rangli chiqadi mana. Ham chiqadi degan gap. Yani bu internet qo'llanishadi yuqori. İki yantus bilan qanday yantus siziq yulduz. Buni endi bir qurbaha yoki ko'p qurbaha deb manda tarjima qilsam bo'ldi. Bu yangi tarjimamiz mushagicha tushunmagan nuqtani inkor shaklida qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.